Assalomu alaykum o'rtoqlar hammaga. Yaqinlashib kelayotgan hayit bayramingiz hammalarga muborak bo'lsin. O'rtoqlar, sizlar bilan bugun traktorlarni narxlari haqida gaplashamiz. Chegirma qilishni davom etamiz o'rtoqlar. Uning uchun bizani kuzatishda davom etinglar. Bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Yaxshilab o'tirib joylashib olinglar. Ketdik o'rtoqlar. Xo'p, birinchi modelimizdan boshlaydigan bo'lsak, ko'pchilik akalarimiz tomonidan so'ralgan traktorimiz o'zi bir dona bor. Orqasi frezasi bor mana traktorimiz. Balon 4 ga 8 balon, Vema brendiga, Vema zavodiga tegishli. Xo'p, 170 Porsche benzinda ishlaydi. Narxi keladigan bo'lsa, buni 7 million 100 ming sotganmiz. Hozirgi kunda mana narxi sizlar uchun 6 million 100 ming narxda qilib beryapmiz. O'rtoqlar kelaverasizlar, bir dona bor o'rtoqlar o'zi. Mana shu vitrin turgan holatda tayyor qilib ishlatib tekshirib beramiz, olib ketaverasizlar. 6 million 100 ming. Hop, keyingi modelimiz 177 Porsche gusenichli traktorimiz. Buni narxini ham bilsanglar 6 million 300 ming sotganmiz. Hozirgi kunda mana shu turishi holatda o'zi hech narsasi yo'q. 5 million 500 ming qilib beramiz. 900 HP motor. Benzin ishlaydi u. Kelaverasizlar o'rtoqlar, buni ham ishlatib tekshirib tayyor qilib beramiz. Keyingi modelimiz 9 ot kuchli kapot farali, komplektiga mana frezalari bor 5 qator. Sizlar mana bonus qo'shimcha plugi bilan qilib beramiz. 177 motor. Faralari ham bor. Buni narxini 6 million 100 ming sotyapti, 5 million 250 ming. Mana shu turish holatda tayyor qilib ishlatib tekshirib qo'yganmiz, olib ketaverasizlar. Keyingi modelimiz xuddi shu modellar, ya'ni bitta bor mana 5 million 250 ming so'm, 900 HP. Bunga ham qo'shimcha shu frezasi bor, yana arvochadan ham qo'shib beramiz mana plugidan. Ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi modelimiz o'rtoqlar 15 ot kuchli 192 Porsche dizelli ishlaydi. 8 million 400 ming sotayotgan narsamiz 7 million 550 ming so'm. Hop, qo'shimcha arvochadan qo'shib beramiz. Pluglar bor, qo'shimcha komplektni bonusi beramiz. 5 qator kishi ham bor. Tayyor holatda turibdi, ishlatib tekshirib qo'yganmiz, olib ketaverasizlar. Keyingi modelimiz 16 HP li 190 Porsche benzinda ishlaydi. Komplektiga hop, mana bunaqa arvochadan qo'shib beramiz, bonus qilib, frezalar bor. Kelaverasizlar, narxini Xo'p, narxi 5 million 600 ming so'm, 6,5 million sotganmiz. O'rtoqlar mana vitrina variant, yangi ishlamagan, tayyor turibdi. Apket qilib ishlaturasizlar. Keyingi modelimiz Vema brendiga tegishli 9 HP 8 million sotyapti, 7,5 million so'm. Qo'shimcha bonus qilib mana bunaqa qo'shib beramiz. Arvochadan 4 qator tishi bo'ladi. Benzin ishlaydi. Xo'p, qo'ygan ma'lumotlar ko'pchilik biladi. Qisqa qilib aytib ketyapman, hamma tushunish uchun. Qanaqadir savollar bo'lsa, o'rtoqlar telefon qilaverasizlar yoki kommentariy yozinglar, tushunmasanglar. Keyingi modelimiz keladigan bo'lsa, Vema brendiga tegishli 13 HP traktorimiz 9 million sotganmiz o'rtoqlar. Hop, 4 qator tishi bo'ladi. Hop, mana bunaqa arvochadan qo'shib beramiz komplektiga. Kelaverasizlar, narxi 8 million 400 ming. Sizlar uchun hayit bayramingiz sizlarga sovg'a. Hop, keyingi modelimiz 13 HP li. Bu ham xuddi shundan 9 million sotganmiz. Bonus bilan qo'shib beramiz. Arvochadan 8 million 400 ming so'm tayyor turibdi. Shuni olib ketsanglar bo'ldi, olib borib ishlaturasizlar. Apkatga qilsanglar bo'ldi bilan. Umuman ishlamagan, moy quydik, benzin quyib tayyor qilib qo'yganmiz. Keyingi modelimiz yana bitta modelimiz 13 HP. Ko'rsanglar bo'ladi. Bonusi bo'lingan arvochadan ham bor. 4 qator tishi. Tayyor komplekt qilib qo'yganmiz. Ishlatib tekshirib tayyor turibdi. Korobka moy, benzin moy quyib qo'yganmiz. Olib borib ishlatib yuborasizlar bo'ldi o'rtoqlar. Keyingi modelimiz 9 HP li benzin ishlaydi, 4 qator tishi bilan mana bonusini qilib beramiz. Hop, narxi keladi bo'lsa 7,5 million so'm, 8 million sotganmiz. Bonusiga shu 500 ming arzon qilib beramiz, bitta arvochadan qo'shib beramiz. Keyingi modelimiz hop 9 HP li starterli bir dona qo'ygan. Mana buni ham 7,5 million qilib beramiz. Kelaverasizlar, tayyor qilib ishlatib qo'yganmiz. Hop, endi akkumulyator ishlaydimi yo'qmi bilmaymiz, lekin tortib zavod qilsanglar bo'ladi, tayyor turibdi. Bunga ham bonus qilib bitta arvochadan qo'shib beramiz. Olib ketaverasizlar 7,5 million. Keyingi modelimiz Vema 1100 S model 7 ot kuchli 9 korobka. Hop, narxi keladigan bo'lsa, buni 7 million yaqin sotyapti, 6 million 350 ming qilib beramiz. Bonusiga bitta arvochadan qo'shib beramiz bunga. Keyingi modelimiz xuddi shundan 7 ot kuchli 9 korobka 6 million 350 ming bilan o'rtoqlar. Bonusiga bunda ham shu arvochadan qo'shib beramiz. Bunda mana 9 korobka ham universal modelimiz. 6 million 350 ming. Kelib olib ketaveringlar, tayyor turibdi, olib borib ishlatirasizlar, apketga qilib yuborsanglar bo'ldi.
o'rtoqlar sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan motobloklarimiz mana shulardan iborat edi. Buni ko'rsanglar bo'ladi. Hammasini narxini aytib o'tdik. Qaysidir qolib ketgan bo'lsa aloqaga chiqib turinglar. Hop, bizlarni oxirigacha ko'rib turganingiz uchun hammanglarga rahmat. Video yoqqan bo'lsa, narxlar yoqqan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bizlar motoblokimizni original deb o'tirishimiz shart emas. Ko'pchilik akalarimiz o'zi biladi motoblok VMA zavodi qanaqaligini. Motoblok so'ragan akalarimiz jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizlarni kuzatganlarga hammaga rahmat.